alaykum, Ifidi yengilgilar. Dasturimiz davomida yurtimizga ko'p kelgan bahor fasli. Navro'z olam keng shukuh ila nishonlanmoqda. Shu jumladan Hey! Yurtimizga Navro'z olam keldi. Ha, Ibrohim boy, menam sizni o'xshatdim. Kimga? Nasda afandiga-da. Ismoil boy, men sizni o'xshatdim. Ha, kimga o'xshatdingiz? Tavzi to'ygan kishiga-da. Bugungi bo'lib o'tadigan ob-havo bilan sizlarni tanishtiraman. Andijon, Farg'ona, Samarqand viloyatlarida 30 daraja issiqlik bo'lishi kutilmoqda. Toshkent va Toshkent viloyatida 35 daraja issiqlik bo'lishi kutilmoqda. Bugungi dasturimizda sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.